6 ta ishtirokchi dachaga qamaldi. Va xuddi shu paytdan boshlab hammalarining ko'zini yumamiz. Ya'ni ularning ko'rish qobiliyatini yo'qotamiz. Va ana endi kim oxirgi bo'lib ko'zini ochsa, million so'm qo'lga kiritadi. Va ishonaveringlar, bu narsa juda ham qiyin. Nimaga bunaqa deyotganim esa videoni oxirigacha ko'rsanglar bilasizlar. Va biz sizlar uchun yana bir yangi challenge oldik. Albatta bu uchun like bosib qo'ying. Va endi bo'lmasa kim oxirgi bo'lib ko'zini ochsa yutadi challenge boshlandi. 5 yillik karyeramdagi birinchi fan встречani o'tkazmoqchiman. Xuddi shu paytda stop do'stlar. Men hozir sizlar bilan chin ko'ngildan gaplashmoqchiman. Bu shunaqa reklama emas. Esingizda bo'lsa, Omonxon YouTube kanali 1 million bo'lganda, biz bu natijani ko'chada ham nishonlagandik. 2 million bo'lganimizda esa dachada blogerlar bilan birgalikda nishonlagandim. Va hozirgi paytda esa bizning YouTube kanalida 2 million 900 mingga yaqin obunachi bor. Ya'ni bu degani 3 million obunachiga juda ham oz qoldi va bu 3 million obunachini ham o'ziga xos ravishda nishonlashimiz kerak. Va bu safar men 3 million obunachini juda ham noodatiy nishonlamoqchiman va sizlar bilan nishonlayman. Va mana shu joyda. Bu Anhor parki va biz mana shu Anhor parkida o'zimizni 3 million obunachiga erishishimizni nishonlamoqchiman va bu natijani obunachilarimiz bilan birga nishonlashimiz uchun mana shunaqa katta joy oldik. Va eng muhimi do'stlar, kirish mutlaqo bepul va albatta kelganlar shaxsan o'zimdan juda ham ko'plab sovg'alar yutib oladi va o'zimni million so'mlik challenge'imda qatnashadi. Ya'ni biz o'sha joy o'zida obunachilar bilan birgalikda challenge ham o'tkazamiz. Mana shu o'zbek YouTube'dagi eng katta tadbir, ya'ni Omonxon YouTube kanali 3 million bo'lishini qachon bo'lishi aniq sanasini esa men sizlarga bundan keyingi videoda aytaman, chunki biz aynan 3 million bo'lgan paytiga to'g'rilamoqchimiz. Qachon вообще-то odamlar obuna bo'lishini biz oldindan ayta olmaymiz, lekin 2 million 950 ming bo'lgandan keyin biz taxminan 50 ming bo'lib 5 kunda qo'shilsa kerak deb turib sizlarga bir aniq vaqtni aytamiz. Ham yana eng qiziq joyi 10 ga yaqin sizlar taniydigan mana YouTube kanalimdagi mashhur blogerlar ham mana shu bir katta shou dasturimizda bo'ladi. Albatta keraklar, chunki kirish mutlaqo bepul. Qolgan hamma ma'lumotlarni esa sizlar mana Telegramim va Instagramimni kuzatib borsanglar aytib o'taman, chunki bilasizlar YouTube'ga masalan bitta ma'lumot berish uchun uni ko'p montaj qilish kerak. Tezkor ma'lumotlar esa albatta Telegramga va yoki Instagramga stories orqali qo'yish juda ham oson. Shuning uchun ham o'tda albatta kuzatinglar. Chunki bunaqa bir katta shoudan quruq qolmanglar. Chunki axir o'zbek YouTube'dagi eng katta shou-shoulardan biriga o'zingizlar guvoh bo'lishingiz kerak. Bepul payt kelmasa bilmadim. Va endi do'stlar, yanada rostini aytganda, bu men yoshligidagi orzuyim. Men yoshligida in YouTube boshlayotganda, Vladash Terin yoki amerikanskiy Mr. Beast yana boshqa YouTuberlarni ko'rganimda, ular har doim o'z muxlislarini yig'sa juda ham ko'p odam to'planardi. Sahnadan turib, "Atsa hamma bular ismini aytib baqirardi." Amman ko'rib, O'zbekistonda ham shunaqa bir fanatizm yoki bir shunaqa bir kuzatuvchilar bormikan deb orzu qilardim. Va mana hozir bizning aktivimiz yoki bizning bir darajamiz shunga yetib kelgandek ko'ryaptiki, men shu narsani O'zbekistonda birinchi bo'lib mana shu riskka borib, qo'rqmasdan shu ishni qilmoqchiman. Iltimos, meni uyaltirib qo'ymanglar. Men sizlarni hammalarni qo'llab-quvvatlashni kutaman. 1000, 2000 farqi yo'q, qancha odam kelsa ham, muhimi biz hammaga o'zimizni aktivimizni va biz naqadar kuchliligimizni ko'rsatib qo'yishimiz kerak. Anhor parkida xudo xolisa, 100% iyun oyida emas, iyul, ya'ni bundan keyingi oyda, ya'ni yozning o'rta oyida bo'ladi bu ishlar. O'shanda ko'rishamiz. Iltimos, Telegram kanalim, Instagram kuzatib boringlar va keyingi YouTube videoda men sizlarga o'zi aniq sanasini aytaman. Ya'ni qachon mana shu katta fan встреча bo'ladi. Agarda sizlarga mana shu fan встречamiz aynan qaysi kuni bo'lishi qiziq bo'lsa va kelmoqchi bo'lsanglar, kommentariyaga hozir qachon deb yozib qoldiringlar. Men kommentariyalarni ko'rib chiqaman va qancha ko'p odam kunini so'rasa, demak shuncha biz bu ishga seriozroq kirishamiz. Bu videoda biz kim oxirgi bo'lib ko'zini ochsa million so'm yutadi challenge olamiz. Va bo'lmasa anida navbat bu videodagi ishtirokchilarni ko'rishga. Va mana ular! Let's go! Va bularning hammasi 24 soat davomida ko'r bo'ladi. Nima? Ko'r bo'ladi? Va do'stlar, bilib turganingizdek, men bu videoda hakamman. Va sizlarga bitta narsa aytmoqchiman. Qaranglar do'stlar, bu video juda ham jo'ski bo'ladi. Chunki birinchidan ko'zni yumib 10 minutdan ko'p hech kim tura olmaydi. Birinchi o'rinda zerikib ketadi. Ikkinchi o'rinda esa men ularni moshni qiynab tashlayman. Va qani ko'ramiz, mana shuncha qiynoqdan o'tib, kim mana shu ko'z yumuq holatni ushlab tura olar ekan. Va yana eng qiziq joyi shundaki, biz har 30 minutdan keyin ularga yana bir yangi challenge beramiz va challenge yutqizgan insonni esa bu challengedan chiqarib olamiz. Ya'ni bizga faqatgina haqiqiy mard yutadigan odamlar kerak. Bum! Aslida esa hozirroq like bosib qo'ying, chunki agarda mana shu video rovna 7 omadli son, shu uchun ham 77 mingta like yig'gandan keyin biz kim oxirgi bo'lib uxlasa yutadi challenge olamiz. Va bu videoni sizlar so'ragansizlar, deb like bosinglar va men sizlarga shu videoni chiqaraman. Va endi bo'lmasam ketdim, bolalarni ko'zini ko'r qilaman. Bolalar hozir ko'zimni yumamiz, u yoq deyapti, lekin men 24 soat ko'z yumishga uje o'pitim bor. Masalan, basseynga tushib ketyapsiz-da, ko'zingiz yumuq qoldi. Chiqa olmayapsiz. Ko'zingizni ochasizmi? Jim tursiz, o'zi suv olib chiqib qo'yadi tepaga. O'lgandan keyin Va endi bo'lmasam hamma ishtirokchilar ichkariga kirib oldi. Bu videoda agarda mabodo baqir chaqirib ketib qolsa yoki challenge hech kim qiynalib qolsanglar, yig'lab o'tirmanglar. Oldindan bir rozilik olaylik sizlardan. Men noroziman. Lekin o'ylab beraman, chunki qo'ldan kelgancha yorib tashlashga, yutishga harakat qilasiz. Mayli, endi bo'lmasam navbat bu hamma ishtirokchilarni ko'zlarini yumishga. Bom!
Va do'stlar, ko'rib turganinglardek, hamma ishtirokchilar ko'zlari yumuq. Va ana endi bo'lmasam shu bilan, bizning vaqt ketdi. Yarim soatdan keyin challenge boshlanadi. Challenge boshlangungacha sizlar sayr qilinglar, dash aylaninglar. Xohlasanglar kompyuter o'ynanglar. Давайте. Kompyuter o'ynash uxlagichni. Agar obunachilar bilsalar, ko'z ko'rishi это 80% informatsiya вообще полный qabul qiladigan odam. Kimdir otdimi yo'qmi? Men hozir bilmayman. Mana bu yerda uchishayotganda turibman. Bilar, real juda qo'rqinchli mana yurish. Joza это prank. Tegmanglar. Nima bo'pti? Ular qiynamanglar. Meni maqsadim hozir ko'chaga chiqish. Qani to'g'ri qo'yinglar, qarshi. Oyozda izini ham bor. Realni qiyin, tushunmaysan sen. Umuman tushunmayman. Qatga chiqdim, ko'cha eshityapman quloq bilan. Bo'ldi. Oy, men chiqdimmi ko'chaga? Zafar, men bitta oyog'ingiz yetib tegib ketmasin. Va do'stlar, men boya aytganimdek, bu videoga men qattiq tayyorgarlik ko'rganman. Mana qaranglar, suv to'ldigan sharlar. Va endi men tashqaridagi bolalarga o'taman. Ketdik. Mana bilan qaranglar, vaqting. Oybek, nima qolsiz? Men hozir joylar analiz qilyapman-da. Ko'zim ko'r bo'lganda ham bemalol yura olishim uchun. Zina bor edi, mana shu yerda boy ko'rgan deb o'yladim, o'shani olib topmoq. Zinaga olib boraymi? Ha, zinaga olib boring. To'xtang, men o'zim faqat. Qarshama, mana zina, mana. Ay, mazza qilaman shekilli. Va keyin men suvga to'lgan sharlarimni bolalarga qarab otdim. Lekin nimagadir bolalarni poyla olmadim. Va endi bo'lsa hamma sharlarni olamiz. O't bu yoq. Otmanglar. Qo'llarga sizlar qochib yuringlar bo'lmasa, yursanglar qochasizlar. Voy ozish, nimadir ototdi. Nimadir otlyapti. Ana nima his etamiz? Hozir ko'zimni ochaman. Bu challenge-mi bu ham? Qattaman, qatta suv, basseyn qatta. Mana nima bu? Qadrli Omonxon obunachilari, men mazax qilmayman. Iltimos, meni bezovta qilmanglar. Birinchi challenge emas, birato'la 3-challenge chaqiringlar, xo'pmi? Bir bilan ikkini men o'qib Bo'ldi, siz aytganingizni qilish uchun rozimiz biz. Осторожно, bilar. Men senga ishonaman. Okey. Yana oldir ozgincha. Issiq ekan-ku. Ay, tush, brat, tush. ay. Tashqaridan ulan qarang, qotgan shu yoqqa nima bo'pti bular? Nima qotdi bular? Qarang. To'y chaqiryaptim bular. Baba, men kelman yiqitishasiz. To'g'ri, по-братски, ozman. Ay. Mazza qolsa qiynabsan. Do'stlar, bunaqa challengelar menga juda yoqadi va shuning uchun hozirroq like bosib qo'yinglar, chunki boya aytganimdek bu videoga 77 ming like kerak, like bosing. Va shunaqa qilib bolalar taslim bo'lib ko'zini ochishi uchun birma-bir hammasiga suv sepib chiqdim. Bu iliqqina ekan. Mana ostim вообще. Operator bomb bo'tdi. Va shunaqa qilib oradan yarim soat o'tib, yana yangi challenge boshlandi. Va endi bo'lmasam navbat birinchi challenge-ga. Va bu challenge-ga hamma ishtirokchilar tayyormi? Tayyormiz. Hammanglarning qo'lingizda yoki yoningizda, bir xilani boshida bilet chelakchalar bor. Va oyog'ining tagida sizlar ko'rmayapsizlar, juda ham ko'p dumaloq ko'p to'kchalar bor. Kim o'z chiligiga ko'p mana shu dumaloqchalarni, ya'ni sharchalarni yig'sa o'sha yutadi. Kim eng kam yig'sa o'sha bu challenge-dan hozir o'zida chiqib ketadi. Va sizlarga umumiy 3 minut beriladi. Hamma tayyormi? Yes. Unda 1 2 3 vaqt ketdi. Davay, teringlar. Oy. Maqsud nima qotdi, Maqsud qara. Oy. Ha, Maqsud. Ha, bolalar, davay, ha. Oradan 1 minut ushib o'tdi. Davay, tanlaylar, topinglar. O'zim ishdan olishadi. Tro'gay, блядь. Menikini olib qo'ydi kimdir. Voy. Ay. Do'stlar, sharlar yerda qolmagan bo'lsa ham, qolgan ishtirokchilarda bor. Shu uchun ham qidiringlar. Menda yo'q shar. Menda Oma. O, блядь, честно-yu. Mana, mendek qilish kerak. Qara. Shar o'g'lashyapti. Bo'ldi, o'zi sharim qolmadi. Oybek o'g'ladi 3 ta shar. Oybek, bering sharim qaytarib bering. Bering, qaytarib bering. Bo'ldi, xullas, stop. Hamma cheligi bilan boyagi joyga qaytsin, doy. Va shu bilan challenge ham o'z yakuniga yetdi va aynan har bitta odam cheligini ochib qaraymiz. Va aynan kimda eng kam sharligini topamiz. Aytgancha, sizlar o'zingizlarni variantlarni kommentariyada yoki chatga yozib qoldiringlar. Men hammasini o'qiyman. Birinchi bo'lib, Sardaritoni ko'pligini qo'yamiz. Va bu yerda atiga 3 tagini ko'ptok. Yana bitta cho'mchagimda bor. Oy. Bo'ldi senga 4 ta. Demak, Sardaritoda 4 ball. Ana endi Zafar aka-ukajonda nechta ko'ptok? O'zim ham bilaman. Zafarda 5 ta ko'ptok. Yes! Yaxshi. Zafar aka-ukada umumiy 5 ball. Maqsud malades. Qani ko'ramiz kimda ekan eng kam ko'ptok va Maqsudda esa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ta. Maqsudda 9 ta ko'ptok ekan. Ana endi navbat Saramaloyda va Saramaloyda bitta ko'ptok. Cho'ntagingizga oling. Saramaloyda 2 ta, 3 ta, 4 ta va bo'ldi. Demak, Saramaloyda 4 ball. Ana endi bo'lmasam Oybekada nechta ko'pdan sanaymiz va Oybekada 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 6 7 8 ta. Voy! 9!
10, 11, 12 ta koptok. Va endi bo'lmasa undan bad. Babreloni cheligini ichini ochib qarashgan. Va Babreloni nechta koptok bor? Mani maqsadim просто g'oyib ekandan o'tib ketish bo'ldi. Bitta, ikkita, 6 ta, 7 ta, 8 ta, 9 ta, 10 ta, 11 ta ekan. 11 ta koptok. To'xta endi. 1, 2, 12, 13. Aslan, naham 14. Делай, Grand Batishka, делай 15 ta. Shunda hozir eng ko'p koptok Babrelo bo'ldi. No, demak shunda g'olib Mr. Babrelo. Qaysi chalib qo'yaveringlar peshinada bilan mana shu faqat. Let's go. Lekin bizda hozir bitta muammo bor, ya'ni yutqazgan ishtirokchi ikkita, ya'ni ikkita Sardor. Sardoretto va Saramaloy. Va aynan kim yutqazganini esa bilasizmi qayerdan bilamiz? Qayerdan? Chelaklar mana shunaqa turadi va hammalarda 3 tadan koptok. Kim chelak ichiga o'sha koptok tushirsa, o'sha ishtirokchi yutadi, tushirmagan odam yutqazadi. Bizda 3 ta chelak bor va 3 ta koptokcha. Va mana shuncha uzoqligidan turib har bir ishtirokchi 3 ta koptok va men ovoz chiqaraman, ovoz chiqargan tomonga qarab endi poylayverasiz. Birinchi o'rin Saramaloy o'tadi, undan keyin Sardoretto o'tadi. Kim umuman o'sha yerda poylasa yoki kim ko'proq poylasa, o'sha odam yutib yutqazgan ishtirokchi. Chimizdan chiqib ketadi. Davay! Bitta mif bor va u ham bo'lsa, ko'zi ko'rmaydigan odamlar qulog'i va hidi yaxshi biladi deyshadi. Biz aynan birinchi, raundda aynan eshitishni va instinktni sinab ko'ramiz. Yaxshilab eshiting. Mana. Oldishdingizmi? Mashtarga qarab o'ting. Shigazgina qoldi, prям qirasiga dedi. Davay. Ana endi bo'lmasa otish navbati Sardorettoga. Saramaloy o'sha bitta joni ketdi. Sizda hali 3 ta silli jon turibdi. Bilaman. Foydalaning. Mana. Mana 3 ta chili. O'sha otordingizmi? Tegmadi. Va endi navbat yana Saramaloyga. Davaychi Saramaloy. Qanaqasiga ko'rmay qoldi. Sardoretto endi ham zavod qilmasangiz bilmadim. Boya kalt otib qo'ydimmi, uzoq otordimmi? Kalt otdingiz. Yaxshilab oldin eshiting. Yo'q, chaproq otordingiz. Ana endi bo'lmasam Saramaloyga oxirgi urinishi. Azgina qoldi shundan tushishiga. Sardoretto, tasavvur qiling, O'zbekiston jahon chempionatida Portugaliya bilan o'tdi. Penalti seriyasi va siz o'sha golni urib yutishingiz mumkin. Ko'zim ochiq bo'lsa urardim. Ishonmayman. Davay. Juda azgina qoldi, lekin do'stlar, bizning birinchi raundda Sardoretto bu chansimizdan chiqib ketdi. Ko'z ochishingiz mumkin. Oy. Voy, ko'zim ochib ketdi. Hurmatli Sardoretto. Xo'p, Ana endi yutqizgan odamlar endi shunchaki endi yutqizdim-da deb bahona qilib ketish mumkin emas. qizdim-da. Shuning uchun ham endi nakazani bajaradi. Nakazani qutisini olib kelaylik. Do'stlar, qo'limda nakazani qutilari va xohlagan qutini tanlang. Va o'sha qutining ichida nakazani bor va shuni bajarasiz. Oy. Va siz tanlagan qutining ichidagi nakazani bu Tarararam. Yomon narsa bo'lmasa iltimos. va bu qiynoqli Legoni ustidan yurish. Nima bu meni azoblamoqchi? Va endi bo'lmasam qo'limda Legolar. Endi Legodan yo'lakshasiz. Va endi bo'lmasam navbat yurishga. Davay. Ay, mikrofoni nima qilaman hozir? Ay, sindirib oldim. Bolalar shu bilan challenge tugadi va Sardoretto chaldan chiqib ketdi. Va endi do'stlar yana yarim soat sizlarga vaqt xohlaganinglarni qilinglar. Lekin mana bu rekvizitlar yo'qolmaydi. Ya'ni ko'rmasdan bosolsa mazza qilaman. Shuning uchun ham davaychi do'stlar xohlaganini qilinglar. Yarim soatdan keyin yangi challenge boshlanadi. Uzr. Ay, bilay, oyog'imni tegdi. Va keyin bolalar vaqt o'tkazish uchun har tarafga tarqalib ketishdi. O'rtoqlar, men bularni ko'zini ochib yorishga harakat qilishim kerak, chunki agar bular qolib ketaversa, men pulni yuta olmasligim mumkin. Tak что, birinchi Saramaloyni chiqarib olishga harakat qilaman. Bilganingni qil. Maqsad o'sha ko'zni ochamiz. Davay. Maqsad topaylik. Maqsad qani? Maqsad qani? Qadrdon kuzatuvchilar, bilaman bu kanalni ko'p yosh avlodimiz ko'radi. Ko'chada tayoq bilan o'ynaganda ko'zlaringizdan ehtiyot bo'linglar, chunki zreniyasiz yashash juda qiyin. Maqsad topib maqmoqchisizlar. Sara, kattasi. Ha, bo'libdi, deb olmayman to, kel o'sha. Keling maqsad topib ko'zni majbur olmoqchimiz. Gapirish kerakda maqsad ovoz chiqarsa, o'sha sirazi. Do'stlar, xuddi menga zo'r qo'ya keldi. Hammani ko'zni yumib berkim ochoq qilish kerak. David kengashimiz shunaqa narsa qilamiz. Agarda shunaqa video qolsa, David like bosinglar. Boya aytib o'tganimda 70 like kerak bu videoga. Chunki bola buncha qiynalayotganiga men shunaqa mazza qilaman. Balkim uchinchida men ham qiynalishim mumkin. Shu uchun like bosing. Mana qaranglar. Era xotin bo'ldinglar, nima qilasizlar? Maqsad qani? Maqsud kel. Ketmasin, mast olib. Ket. Keling, faqat prям men orqamga keling. Keling. To'xtang. Ong ishonish kerak emas ekan. Kelinglar. Bilan maqsad basseynga kiryapti. Basseyn tushib ketadi qazmanmi? Kelasizmi? Oybek aka mana Saramaloy bu yerda keling. Faqat anaqa qo'lida Lego. Yuzga urolmasin-da. Va do'stlar, ko'zim ko'rmayotgan hozircha Saramaloy qamab qo'ydim samonaga. I show Babrello Sardoretto knowing English. Maqsud sanmisan? Qayerdasan? Mana chetdaman. Chetdamisan? Mani ko'zim. Ay,
Oshxona qayerda edi? Oshxona bratli cho'tga chiqishi masalan bermayman. Hozir maxsus men bu Legoni otib tashlaganim uchun men uni oshxonada mana shu suv bilan quydim tepasidan. O'rtoqlar ular meni izlab yurishibdi, ammo qattaligimni bilmayman, lekin stolni tagiga kirib olganman. Challenge boshlanganda challenge-ga kiraman va saramoloyni yoki baburelonni chiqarib olishga harakat qilaman, chunki ular meni ko'zimni ochishmoqchi. Birinchi yo'q qilamiz-da, mahsusga qarshi ishlashimiz kerak. Lekin hozir chiqarib yuborsak bor-ku. Birinchi bizga qarshi nima ishla qiladi-da. Va bolalar uddaburonlik bilan Maqsudning ko'zini ochishga kelishib olishdi. O'rtoqlar boya baburelon meni ichimga suv sovordi, men baburelon ichiga muz sovormoqchiman. O't qaranglar. Muz to'g'ildi hozir xolodilnikda. Xuddi shu paytda Zafar aka o'yin qoidalarini buzib uxlab yotgan ekan. Qarang. Kim bu? Men ko'zimni yumib turib ochganim yo'q. Men bu qo'lda muz bor ekan. Oybek aka ichiga sovordim. Va keyin esa men Maqsudning ko'zini yana qaytarib yumib qo'ydim. Oy, mana qo'yat Maqsud tutildi. Qani yerga yotqizaylik. Yo'q, baribir ko'zimni ochyapman. Okay. Eng qizig'i hozir sizlar bilasizlarmi? Ko'rmaslar mafiyasini tuzib olishdi o'zicha. Hozir tezroq qiynamasanglar, challenge boshlanib qoladi endi. Bo'linglar tezroq. Nima qilsak bo'ladi? O'ylayman hozir. Oy bilan muzmi bu? Vahma qo'y. Savonim. Xuddi shu paytda bolalar jinnilik qilib yurgan payt men bitta ishtirokchini qidirishga tushdim. Va eng qizig'i do'stlar yaqin Zafar uxlayotgan ekan. Biz endi buni uyg'otamiz. Eshitib olma hammasi. Xayrli tong. Bu challenge-da uxlash mumkin emas-da. Tak, meni planim Zafar. Hammamiz Maqsudga qarshi, to'g'rimi? Siz hozir bizning soldatimiz bo'lishingiz uchun proverkadan o'tishingiz kerak, tushundingizmi? Proverka называется уклон. Qaranglar, jigarlar, men hozir sizlarga o'zimni planimni aytib beraman. Meni planim короче, hammani oxirida sotaman, tushundilaringmi? Qani bobo? Eshikni yopib qo'yinglar. Qani. Bobar bu yoqqa. Va do'stlar, bizda ko'rmaslar yastig' jangi. Bo'ldi. Ketdik bo'lmasa uringlar. Davay, Boburning taktikasini qaranglar. Voy bila. Voy, Boburning taktikasi hozircha o'xshamayapti. Do'stlar, nima bu jang? Bu mama. Va kimni taslim? Voy, yaxshi Boburlar. Voy. Lara Zafar, biz do'stmiz aslida. Oxirida. Zafar. Biz do'stmiz aslida. Voy gula. Zafar do'st bo'laylik. Hozir yastiq jangi bo'ldi. Bir-birimizni soldik, lekin o'zi do'stmiz, Maqsudga qarshimiz, to'g'rimi? Bular nimalar qilyapti? Voydamayman, kimman? Biz hozir Zafar bilan teamitsa qilyapmiz. Zafar men bilan o'yinni oxirigacha birga komandada bo'lamiz va если что boshqalarni sotamiz. Давай, mujik. Давай. Let's go. Va shunaqa qilib oradan yarim soat o'tib, yana yangi challenge boshlandi. Va endi bo'lsam biz ikkinchi challengedan boshladik va bu challengeda biz mana shu turgan tarelkaning ustiga xohlagan narsamizni qo'yamiz. Va bu ishtirokchilar esa o'sha narsani ushlab ko'rib, nimaligini topish kerak. Menimcha hamma qoidadan tushundimi? Da. Va har bitta ishtirokchi ikkita narsani ushlaydi va kim kamroq narsani topsa, o'sha odam yutqazadi. Va birinchi ishtirokchimiz Maqsud. Tayyormisan? Da. Bo'lmasam birinchi narsani qo'ydik. Давай, Maqsud, men senga ishonaman. Давай. Xo'sh, nima deb o'ylaysan? Katta ekan, rezinkami bu? Xuddi shu payt eslatma, rovni 10 sekund ushlab ko'rishing mumkin. Va Maqsud vaqt tugadi. Bo'ldi, qo'y qaytib. Nima bu? Baqlajonmi? Va Maqsud topdi. Mani navbat Boburelloga. Boburello, siz ham tarixingizni narsiz turibdi. Nimaligini topishingiz kerak. Bolalar, agar hozir nimadir, prям jiriqqanadigan anta ko'tarakan parakan bo'lsa, men xafa bo'laman, boshqa syomkada kelmayman boshqa. Xafamaysiz bo'ldi. Yo'q. Фу, блядь! Nima bu, блядь? Fu, блядь! Bro. Bo'ldi, 10 sekund o'tdi. Nima bu? Shkolat, let's go Pampersda. Nimani yaladim men hozir? Mikrofonimmi? Juda qo'rqib ketdim, chunki men o'yladim, real bu kanalda hamma narsa bo'lishi mumkin, real bog' topib keldinglar deb o'yladim. Albatta, o'rtoqlar, shunaqa kulgili videoga like bosib qo'ying, chunki bizga 77 ming like kerak. Aytgancha obuna ham bo'ling, chunki 3 million bo'lishimga atiga ana shunchagina obunachi qoldi. Bu bizga oson, sizlarga ham oson. Shu obuna bo'ling. Va anendagi ishtirokchimiz bu Sara Maloy. 10 sekund vaqt ushlab ko'rib nimaligini toping. Mayli, bu narsani ushoraman. Ilon bosib beraylik. Nima bu shay bo'ldi? Ketotdimi? Bo'ldimi? Xo'sh. Oho. Johori. Johorimi? Johori aka hidini qarang. Всё, demak, Sara Maloy, birinchi narsani topdi. Okey, bu oson bo'lib qoldi. Dayt, endi joyga o'tiraylik. Va endi bo'lmasam navbat Zafar akaga va Zafar aka tarixingizni narsiz turibdi. Ushlab toping. Let's go. 10 sekund vaqtim bormidi? Da, vaqt ket.
Nima bu? Va Bu vaqt bo'ldi, stop, vaqt bo'ldi. Nima bu? apelsin. Mandarinning kattasi apelsin. Va bu to'g'ri javob. Endi esa navbat Oybek aka. Oybek aka, 10 sekund vaqt va o'ziga tushgan narsani ushlang. 1 2 3 9 10. Bo'ldi, vaqt keldi. Nima bu? Meva. Bu to'g'ri javob emas. Nomini bilmayman-da. Qizil, bundoq shoxlari bor meva nima edi? Aytmaydi, sizlar o'zingiz balo qotasizlar. Va sizning javobingiz Dragon fruit. da, to'g'ri javob. Va endi bo'lsa navbat yana Maqsudga va Maqsud tarelka ustiga narsani qo'ydim. Bu nimaligini top. Bilin, cho'chyapman. Oy! Oy, bular tushadi. Qanaqa tushadi? Va bu narsa nima? Baliq. Yo'q! Всё, Maqsud topolmadi. Maqsud umumiy bir bor. Va endi yana navbat Babrilloga va Babrillo. 10 sekund vaqt. Iltimos, nimadir живой qanaqadir nasikoy bo'lsa bo'ldi. Давай. Nima bu? Sovuq. Nima bu? Yumshoqqina sovuqda qo'y. Sovun deb o'yladim. Bu slivka lekin nima emas, sovunda ishlatyapman. Ishlatmaydi. Qamaylar, no, Babrillo yana topdi. Va endi navbat yana Saramologa va Saramolo. Siz yana bir marta ushlab topishga harakat qiling. Hidlashga necha odammi? Voy, bular hidladi. Xo'sh. Bo'ldi, 10 sekund vaqt bo'ldi. Qo'ying, yerga qo'ying. Bu nima? Tovuq? Hop, bu tovuq nimasi? Oyog'i. Va demak Saramolo 2 barobar oldi, okey. Va endi bo'lsa navbat yana Zafar akaga va Zafar akaning narsasi mana shu. Bo'lsa ushlab ko'rishingizga 10 sekund vaqt ketdi. Oy. Oy, stop. Oh! Yaxshi. Bu narsani men bilaman. Bu Qo'ying. hasharot. Oy! Voh, ulitka. Topdi. No, hammaylar bo'lmasa Zafar aka 2 ball yig'dilar va endi navbat yana keyingi ishtirokchi. Va endi navbat yana Oybek akaga va Oybek aka yana narsa turibdi. Ushlang. Ashtam. Da. 1 2 3 4 8 9 10. Vaqt keldi. Va bu nima? Boy mahsga tushgan narsa baqlasham emasmi? Va do'stlar, demak Oybek aka ikkinchi narsa topolmadilar chunki bu kabachka edi. No, shunaqa narsa. Va xuddi shu paytda stop. Hozir Maqsud va Oybek akada yana bir balldan bo'lib qoldi. Va endi yana sizlar kelinglar uchun umumiy challenge e'lon qilamiz. Va o'sha mini challenge o'tkazgan inson bizani mana shu videomizni ochib ketadi. Ketdik o'z ichkariga. Va do'stlar, biz o'yin ichiga kira oldik va mana o'sha boyaga ikkita bir balldan yig'gan ishtirokchi. Va hozir qarang, mana bunaqa bo'ladi. Hozir biz berkin machoq o'tkazamiz. Ya'ni bu berkin machoqda men xohlagan jonimga berkinaman. Kim buncha meni tutsa, o'sha odam yutadi. Tushundinglar? Ana endi esa sizlar turgan joyda aylaninglar. Shunda sizlar men qatarni topa olmaysizlar. Va endi men ovoz chiqarib qo'ymasligim uchun bolalar baqiringlar. Va bolalar shovqindan hech bolani eshitmayotgan paytda men shkafni ichiga yashirinib oldim. Omon, значит, походу, orqamizga kengaydi bo'laman. Chunki bu orqamda mana bu yerda kamera gapirdi, ammo Abi shifonyerdami? Bilar, va shu ostoja bergan qo'ydim shunda. yechuraymi? Va shunda Oybek aka bozorchi bola bu challenge'dan chiqib ketdilar. Bu o'yinda men ko'rdinglar, ikkinchi challenge'ga chiqib ketib qoldim. Hammasiga Maqsud aybdor. Maqsud kuchli sopernik tushib qoldi. Qolgan soperniklar bo'lganda, menimcha yutolmagan bo'lardi. To'g'risini aytsam, ko'z ochiligi juda ham qiyin ekan. Ya'ni har bir o'tayotgan minut 1 soatda o'tadi. Misol uchun hozir men 1-2 soat bo'lgan bo'lsa, xuddi 2 kun ko'z yumib yurgandek bo'ldim. Telefonsiz, boshqa narsasiz ko'z bu ko'rib bo'lish juda ham qiyin ekan. Ko'zlarimizni qadriga yetish kerak. O'rtoqlar, shuning videoga like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Va endi bo'lmasam navbat Oybek akaning naказание bajarishlariga, ya'ni qiynoq. Va mana shu qutilarning ichidan xohlagan tanlang va har birida qiynoq bor. Bahola mana shunisi. Demak, Oybek akaga tushgan qiynoq bu ko'zini tagiga achchiq qalampir surtib yurish. Qanaqa qilib keyin mana qilib. Boy ko'rib yurganim yaxshi unda. Siz ko'rib bo'lishni eplamadingiz. Mayli, men ham deyman. Mana bu qalampir. Va qalampirni olingda ko'ziga surting. Ay! Voy! Все, bo'ldi, borib ying. No, reaksiya bildirmadilar, lekin men to'g'risini aytsam xavotir oldim, chunki ko'zimga qalampir kirsa qanaqa achishini men bilaman. Agarda kimdir yoshiga qalampirga tegib, keyin ko'zini qichib yurgan bo'lsa, bilis qoldirib qo'yinglar. Chunki men shuni ko'rib qo'yganman. Yo, ozgina vaqtga. Bu mo'qizdek deyapti. No, hammaylar bo'lmasa, men endi navbat, no, bolalarni mazza qilib bo'lishiga, chunki yana rovni yarim soatdan keyin yangi challenge keladi. Bolalar, xohlaganinglarni qilinglar. O'rtoqlar, to'g'risini aytsam, вообще qiynalib ketdim. Ko'zim yopiq holatda va yana keyingi challenge boshlansa, unda qatnashib yutib ketishga harakat qilaman. Va давайте yozib qo'yinglar kommentariyada kim yutadi deb. Ko'zim yumgan holatda salto ot bersam, Bobur chiqib ketasizmi shu yerdan? Ko'zimni ochibmi? Da. Давайте, esizdami bizning planimiz? Davay saran chiqaramiz. Chirimiz ozga qo'yib chiqarib yuboramiz. Давай. Maqsadga oson-ku, maqsadga qarshi hamma, chunki поэтому давай sразу. Saran chiqarsak, maqsadga osonroqda chiqaramiz. Boburni chiqarib yuboramiz. Давай, дело играть. Va keyin esa bola salto otish uchun kravat bor xonani qidirishdi. Mana xullas kravat topdik, hozir qaranglar. Cho'tki bitta salto, va
Restoran naqmoqsizlar? Salto o'tmoq. Nima qilyapsizlar? Salto o'tmoqsizlar? Ha. Ya jinnimsizlar, unaqa qilmanglar. O'lib qolsanglar ertaga men bitta qolaman. Давай делай, игра. Sen eshitmas kimman? O'zingiz ota olasizmi? Manmi? Yo'q. Zafar. Ketdi mana, mana shu otaman, ketdi mana. 1 2 3. Qani? Yaxshi. Men 5 ol. Ha, demak bu salto sizlar uchun. Davlatda ikkalamiz bitta bo'lib Zafar akani chiqarib yuboramiz. Oxirida men sizga yutishga qo'yib beraman, mayli. Javobmi? Da. Esingda bo'lsa, pauza challenge nima qildingsan? Поэтому pashol boshqa komanda bilan qilasan. Men Zafar bilan kelishib qo'ydim. Tushundingmi? Sen Mayli, tushundingmi? mayli. Shu xatoying, hali pauza challenge xatoying mana hozirgacha ham senga kelyapti. Qaytib kelyapti. Po'ydim? Agar nima bo'lganini kimdir bilmasa, pauza challenge o'tib ko'ringlar. No, pauza challenge haqida gap ketayotgan bo'lsa, pauza challenge chiqishni xohlasanglar, boya aytganimdek, bu videoning o'zida maqsadi bor. Ya'ni 77 mingta like. Shuning uchun hozir like bosing va 3 million bo'lishimiz uchun tezroq obuna bo'ling. Va bolalar, davay nimadir qilinglar. Yarim soat nimadir qilinglar. Boringlar, kitob o'qinglar, video ko'ringlar, buncha o'ynanglar. Ko'rdingizmi? Men sizni sherigingizni chiqarib yubordim. Keyingisi siz bo'lasiz. Skotch bormi aka? Gabrielo. Ha. Qiynalmadingizmi? Undan ko'ra ko'zingizni ochib yuboring. Okey, men sen men bilan komandada bo'lmoqchi bo'lsang, hozir masjidgacha suvga tushishing kerak. Shunda birga bo'lamiz. Zafarni chiqarib olamiz. Undan ko'ra Zafar aka bilan bo'laman komanda. Ko'ramiz, Zafar meni sotadimi ekan yo'qmi? Va keyin biz Zafar aka bilan futbolning penalti seriyasini uyushtirdik. 1 2 3 telefonman. Oh, qaytardim. Say, let's go. Ronaldo. No hammaylar bolalar oradan yana yarim soat o'tdi. Va endi bo'lmasa navbat, yana bir yangi challenge. Va endi bo'lmasa navbat, yana bir challenge va bu challenge-da ko'rib turganingizdek, har bir ishtirokchining qo'lida qog'oz bilan marker bor. Va tushunib turganingizdek, hozir har bir ishtirokchi rasm chizadi va kimdir rasmi o'xshasa, o'sha yutadi va endi o'xshamagan bu challenge-dan chiqib ketadi. Ishtirokchilarga umumiy 1 minut vaqt beriladi. Shu 1 minutgacha chizishlik kerak. Shundaylar, hamma qog'ozinglarni yaxshilab qisib olinglar, ushlab olinglar. Hozir nima chizishinglarni aytaman, o'sha aytgandan keyin vaqt ketadi. Tayyor bo'lsanglar, sizlar hozir chizadigan narsa bu ayiq. Davay. Hamma ayiq chizsin. Davay. Oy. Zafar aka chizotdilar. Maqsud nima bu? Хорошо. Xo'p, nima ekan bu? Oy, Zafar aka. Yaxshi. Zafar aka точно yetqizmaydiganda yana otdilar. Oy. Ishdan oyog'ini boshlamayman. Va do'stlar, oradan 1 minut o'tdi, hammaga stop. Bo'ldi, Yebay. ham qilamasdir menga bersin. Va do'stlar, hamma shoshlar o'z rasmini chizib bo'ldi. Va sizlar xarita rasmini ko'rib chiqib bo'ldinglar. Va to'g'risini aytsam, bu rasmni yaxshi yomonga ajratishni o'zimga olmayman, chunki men hakamman va men balkim kimdir uchun qolgan bo'lishim mumkin. Shuning uchun ham hozir rasm bo'yicha ekspert chaqiraman sizlarga. Ya'ni bu ham bo'lsa, bundan oldingi ishtirokchi Oybek aka, davay keling. Davay. Va bu degani Oybek aka aynan rasm chizish challenge-da haqiqiy hakam bo'ladi. Hop, bu yerda menimcha ayiqchani rasmi chizilgan, to'g'rimi? Ayiq rasm chizgan. Ayiq rasmi chizilgan. Birinchisi, voy, menimcha eng yomoni mana shunisi bo'lsa kerak. Bo'lsa kerak. Na bu buzoqchaga o'xshaydi. Na umuman ayurga o'xshamaydi bu. Birinchi ko'rganim ayurda bo'lamaydi. Xo'p, 3 ta ko'zli ayiq. Nogronni hisoblaymiz. Meniki oxiriga yetmadi, oxiriga yetmay qoldi. Xullas, o'rtoqlar, men Saramalloga rasmi bu ayu emas, bu yerga tushayotgan meteorit ko'rishingiz mumkin. Eng yomon menikimi? Eng yomoni hozir aniqlaymiz. Bu yerda Zafar aka, oy, Zafar prям lekin idealni chizgan, faqatgina shu ayiqchaning qo'llarini basharasiga chizib qo'ygan. Lekin menimcha paxoda eng rasm ichida o'xshaganrog'i, mana o'zingizlar ham chesni baho beringlar, Zafar aka bo'lgan. Yaxshi. Chunki qisman prosta bitta qo'lchasi yuzini ichiga kirib qolgan. Birinchi yo'q qilamiz-da, nafsga qarshi ishlashimiz kerak. Lekin hozir chiqarib yuborsak bor-ku, bizga qarshi nima ish qiladi. Yuzchasi qo'lga chekirib qolgan. Qolganlari ko'zlarini ichida qorachilargacha to'g'ri qilgan. Burni mana bunisi. G'irromcha ko'rib turibdi. Men o'zi qarang, agar men ko'zimni ochib chizsam, slishkim zo'r chizaman. Yo'q, o'zi realni o'zi men rassomchilik o'qiganman. Menimcha eng yomon rasm Maqsud aka, eng zo'r rasm Zafar aka. Maqsud o'ylab ko'r, sen hozir birga bir qolganingda yutib ketding, Oybek aka chiqib ketdilar, shuning uchun alam otdilar. Ha, menimcha Oybek akani boya yutganim uchun alamini olib mendan shunaqa. Mana agar shunaqa deb o'ylasangiz, izohlarda yozinglar, men lekin atirab qilganim yo'q. Va shunda nima bo'ldi Oybek aka? Xo'p, Maqsud aka eng dabdarasi, Zafar aka eng zo'ri. Stop. Demak siz mana shu rasm, mana bu rasmdan yaxshiroq deb o'yladingiz, a? Ya'ni demak siz o'ylashingiz bo'yicha bu rasm yaxshiroq. No, hammanglar do'stlar, Oybek aka hakam, shuning uchun Oybek akani qarori bu tipo qonun va o'zingizlar fikrlarni komment yozinglar. Oybek aka talab qildimi yoki rostdan ham mana bu rasm chiroyli va mana bu rasm xunukmidi? Bo'lmasa ham doim maxsus yutqizding. Ko'zim ochaveraymi? Da, ko'zing ochaver endi. O'rtoqlar, xullas, men bu rasm chizish challenge-da yutqizib qo'ydim. Men hozir oynaga qaradim.
qaradim, ko'zim qizarib ham ketibdi. Prosta men bu ko'zim qorong'ulik payti hech narsani ko'rmasdan qiynalib, legolarni bosib olib, devorlarga urilib qiynalib yurgandim. No atak ko'zimni ochganimdan keyin yutqizganimga ham deb roziman, chunki вообще qiynalib ketgandim. Men o'ylayman, bu challenge-da Baburello yutadi deb o'ylayman. Ben endi bo'lmasam Maqsudjon bu challengedan chiqib ketishdan oldin shu bir nakazanani olib bir bajarsin. Xohlaganingni tanla. Men shuni tanlayman. Oo, hammaylar bizdan ikkita nakazana qoldi va 3 ishtirokchi. Va bitta odam nakazana bajarmasdan million so'm qo'lga kiritadi. Va aytgancha do'stlar, bu videoning keyingi qismi bo'lishi mumkinligini sizlar yaxshi bilasizlar. Va bu shunday aytayotganimdek 77 ming like. No, stop. Agarda bu odamlar hozir o'zi Telegram kanalimga o'tsa, mana qara. Chunki Maqsud meni Telegram kanalim adminlaridan biri. Qara Maqsud, sen o'zing javob bera olasanmi? Agarda bular hozir o'zi Telegram kanaliga o'tsa, Telegram kanalida sen konkurs e'lon qilasan va bitta yutgan insonni mana keyingi bir mana shunaqa challenge'ga chaqirasan. Buni qaysidir bir challenge'imga. Da bu narsani random qilib, birorta obunachini tanlab olib, keyingi videoga olib kelsak bo'ladi. Bu uchun hozir pastda Telegram kanali silkasi bor, shuni apsani ko'rsatib, kommentariyada zakribit qilib qo'yganman. O'sha Telegram kanalimga obuna bo'linglar, chunki o'sha yerda 50 mingdan ortiq odam bor. Davayt, o'sha Telegram kanalga 100 ming qilaylik va random obunachini tanlab olib, keyingi YouTube videoda qatnashtirib, ham mashhur va ham pulli qilaylik. Shu uchun ham hammasi o'zingizdan qo'lida, obuna bo'linglar. Maqsud sen och endi. Maqsud ichkarasi bu. Suvga otish. Let's go! Hozir bolalar Maqsudni otishyapti, lekin men birinchi shart yutqizib chiqib ketishim mumkin edi, lekin Maqsud meni saqlab qolgani uchun men Maqsudni suvga tashlamayman. Stop, Zafar qanaqa yordam haqida gapiradi? Qanaqa yordam berding? Bratga 3 ta koptogi qolgan ekan, 2 ta bergandim. Shunda 5 ta bo'lgandi. Afigel, Maqsud. Demak, Zafar o'sha yerda chiqib ketish mumkin edi, lekin Maqsud yordam berdi. Hammaylar do'stlar, Maqsudni bu yaxshi uchun like bosing va ana endi qolganlar esa Maqsudni boya xamir urgani uchun endi bular comeback olishadi. Va do'stlar, Maqsuddan bu shahardan chiqib ketdi. Bu bizning chanelda artık 3 ta ishtirokchi qoldi. Va bular mana shu Baburello, Saramaloy va Zafar aka. Qani ko'ramiz kim finalga chiqar ekan. Va ortimda barcha shu qolgan ishtirokchilar va bu ishtirokchilardan bitta narsa so'ramoqchiman. Ya'ni bu ham bo'lsa, bolalar qaranglar. O'zi artık 3 kishi qoldinglar va bu dachani hamma yog'ida aylanib bo'ldik. Hovlisida, ichida, ikkinchi etaj, basseyn va hamma yog'i. Ya'ni yarim soat baribir nima ham qilasizlar. Balkim biz prosta yana bir challenge o'tarmiz. Давай играть, братишка. Yo, mana qilamiz. Davay deb baqirsalar qilamiz. Xo'p, ketdingmi? Ketdi. 3 2 1. Hamma tayyormi? Davay! Unda bo'lmasa Alinda navbat yana bir yangi challenge. Let's go! Va do'stlar, Alinda navbat yana bir challenge. Va bu challenge-da biz ikkita finalist aniqlab olamiz. Ya'ni bitta ishtirokchi chiqib ketadi. Hozir sizlarga bu challenge qoidasini tushuntirib beraman. Qaranglar. Orqamizda bowlingni qitib urib tashlaydigan nishonchalar turibdi. Va bu yerda esa ishtirokchilar va hammasi qo'lda ko'rib turganlarda ikkitadan otadigan to'pchalar bor. Har bir inson o'zini mana shu ikkita imkoniyatdan foydalanib, mana shu kegli deylar ekan, kegliklarni uradi va kim ursa o'sha mana shu challenge yutqizib chiqib ketadi. Ko'p urgan odam esa finalga chiqadi. Hamma ishtirokchilar qoidani tushundimi? Let's go! Bo'ldi bo'lmasam ketdik. Va birinchi ishtirokchimiz bu Zafar aka. Let's go! Tayyormisiz? Bo'ldimi? Otsam bo'ladimi? Da, ket, o'zing ketayotgan tarafga qarab oting. Go'mi? Davay. Oh! Urdi. Let's go! Wow, do'stlar. Birinchi urinishda juda ham zo'r urdilar va nechta urganlarini men o'ylaga aytmayman. O'zimcha sanab olaman. Davay. Endi ikkinchisi mana Amitdan turib. Davay. Oh, yaxshi. Va endi yiqilgan donalarni sanaymiz. Va yiqilgan donalar umumiy 10 ta bo'lib chiqdi. No 10 ball Zafarga. Va endi otish navbati Baburelloga va Baburello tayyormisiz? Men tayyorman, lekin gapirib turing ozgina. Mashqqa kelish kerak. Davay. Final. Del igras. Davay. Davay! Ovoz yaxshi chiqdi. Nice. Do'stlar, nima bo'ldi bu? Nice, bilan. Davay, ikkinchi urinishingiz, davay. Aytmayman nima bo'lganini. Do'stlar, buni qaranglar. No, hammaylar bo'lmasa endi yana navbat keyingi ishtirokchiga. No, balkim keyingi ishtirokchi ham xuddi shunday natijani qilib aka-uka chiqib ketadi. Bu bir xos ko'ramiz. Va endi bo'lmasa navbat Saramaloyga. Saramaloy, davay, brat, foydalaning. Mana o'zim kelayotgan tarafga qarab oting. Oy. Всё, endi ikkinchi urinishingiz. Sara, давай, del igras. Давай! Menga yordam berding. Oh! Shunda, hozir sanab olay bitta. Oy, bilan. Do'stlar, Saramaloyda atigi 9 tagina bittagina yetmadi. Va do'stlar, bizning bu challenge'imiz ham o'z yakuniga yetdi. Bizda bitta ishtirokchi prям hamma keglarni urib yiqitdi. Va bu Mr. Baburello. Let's go! Nice. Ana, qo'lim ko'ring. Nice. Va Baburello finalga chiqdi. Va endi bo'lsam intriga qoldi. Ya'ni ikkita ishtirokchi. Va qani ko'ramiz. Bularning ichidan qaysi biri yutibdi? Hozir Saramaloy 9 ta kegil urdi. Zafar aka esa bor yo'g'i 10 ta kegil urdi. Va Saramaloy chiqib ketdi va finalga Baburello va aka-uka chiqdi. Bari bu tarafga qarang. Zafar. Let's go! Sara, siz dostoyniy raqibsiz. Siz menga yordam berdingiz, поэтому men buni esimdan chiqarmayman. Agar men yutsam, g'alabadan sizga ham. No, короче, yutay birinchi. No, hammaylar Saramaloy ko'z ochsiz bo'ladi. Rahmat bolalar. Qatnashganimga.
Yana qardamidek yetishga yaqin keldik. Короче, o'rtoqlar, shukur qilish kerak. Birinchi o'chirda, потому что qiyin bo'lar ekan. Bu gapirish oson, tam. Svet o'chganda bunday yurib berish oson. Nimadir ko'rmasa, lekin hech nima ko'rmas juda qiyin. Birinchi o'chirda Omonxonga rahmat men bu narsani qadriga yetganim uchun. Bunaqa challenge'da ko'payish uchun like bosinglar обязательно. И подписывайтесь kanalga. Keyingilarda uchish uchun bu motivatsiya bo'ldi menga. Ko'rishamiz. Rahmat. Ну, mayli, ana endi kayfiyatni ko'taramiz. Ya'ni ikkita nakazani qoldi, bittasini tanlang. Bo'ldi. Ichini oching va o'qing. Sarimolga uchgan nakazani bu tuxumli chili ichish. Oh my goodness, bro. Oy 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 oy, do'stlar, mana tuxum va chili solamiz. Qara yaqindan. Voy bilan do'stlar, buni yaqindan bitta olgan. Tez iching, men ketaman, men ko'qar turaman. Voy bilan, bo'ldi. Voy do'stlar, nima edi bu? Shu chilini ham tashladim. Chunki ani nima bo'lsa navbat finalga. Va bizda rovni ikkita ishlash qoldi va endi o'shalarni qiynaymiz. Obbo do'stlar, yer duborligini qaranglar. Ana endi maslaga nimaga bunaqa dotgan tushuntirib beraman. Zafar aka, bundan yarim yil oldin mana kim oxirgi bo'lib suv ichsa yutadi challenge'imda qatnashib finalgacha chiqib yutqizib qo'ygandilar. Va ana nima bo'lsam do'stlar, birinchi yo'l Zafarga tanlagan qutilarni o'zlariga tushiraman. O'rtoqlar, gapingizni mashinasini tushdi. Va bu tarafda esa Bobrello. Mana kim oxirgi bo'lib uxlasa yutadi challenge'imda qatnashib finalgacha chiqib yutqizib qo'ygandi. Davay Bobrello, davay. Ket, Azim aka ot otdilar. Birinchi otish. Kim oxirgi uxlasa yutadi challenge 3-qismida Azimchik g'alaba qozondilar. Va ana endi bu ikkala ishtirokchi ham yana finalda. Va qani ko'ramiz bu safar kim yutar ekan. Va finalning challenge qoidalari juda ham oddiy. Qo'limda darslar bor va nishon bor. Kim ko'proq nishonga teqqisi, o'sha yutadi. Ochko hisoblanmaydi. Kim ko'proq nishonga teqqisi bo'ldi. No, kim birinchi otadi? Davay siz Safar. Okay. Davay, Zafar aka birinchi boshlaydi. Va shu turgan joydan otasiz. Oting. Birinchi nishon tekkani yo'q. Bari navbat Bobrelloga. Xo'p, Bobrello qarang mana, eshiting yaxshilab. Shunda pastiga suqildi, lekin o'ziga emas. O'ziga suqilmadi, shunda pastiga tegdi. Men bu challenge yutqiza olmayman, chunki aynan finalda imенно darts challenge da men yutqizib ketdim. Imенно darts. Zafar, eshiting. Davay. Oh my goodness, do'stlar tushdi. Hali bu oxir degani emas. Bobrello. Spokойно. Bobrello. Da. Siz uyquchini yutqizgandingiz. Bu videoda yutqizasizmi? Harakat qiling. Davay. Ketdik. Otishga tayyor turing. 1, 2, 3 otishingiz mumkin. Это comeback, bro. Это comeback. No, ana endi bo'lmasa yana bittadan darslarni beramiz va o'tishadi va ikki teqsa o'tadi. Bu voshshe do'stlar. Mana bu haqiqiy final. Shuning uchun hozir like bosing va 77 ming like beringlar bu videoga. Zafar aka, yana bir marta spotlashingiz kerak. Давай! Давай! Oting da. Sigma, total Sigma, bro. Cho'tan qattasan? Ha. Qattasan? Davay. Yana bittadan otinglar. Zafar yaxshilab eshiting. Do'stlar, Zafar 3-chisini ham urdi. Ko'ramiz, Bobrellodan bunga raksa bo'ladimi yoki Zafar bu challenge yutdimi? Ochingiz mumkin. Voy bila! Do'stlar. Voy bila! Делай, Гранд Батюшка, делай, он мечта! Yes! Bu challenge do'stlar, Zafar aka g'alaba qozondilar. Bani g'oyat Kim yutdi. oxirgi bo'lib ko'zni yutadi challenge'dan Zafar yutdi. Faqatgina bu uchun bitta ish qilish kerak. Va u ham bo'lsa Bobrello ko'zni ochishi. Давай, Bobur! Qani Bobrello? Bobrello ko'zni ochdi. Qani, mana Boburchik. Bobur! Va do'stlar, bu videoda Zafar aka g'alaba qozondi. Let's go aka-ukalar. Bizda banihoyat bu uzoq kutilgan challenge'larni oxirida yutqizardim va nihoyat mana shu kun nasib qilgan ekan. Aka-ukalar, sizlarning podeshkalar bilan bizni yutdi. Ikkinchi marta bir xil istoriya bo'ldi. Yana bir omadim kelmadi.
Men nima qilishni bilmayman. Iltimos mana shunaqa yutqazishdan keyin kommentariyada Baburelo omad tilab qo'yinglar, yozib qo'yinglar. Hammaga rahmat. Va agarda videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsanglar, kommentariyaga 67 deb yozib qoldiringlar. Let's go. Keyingi videoda ko'rishguncha